Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir mana bitta bemorimiz statsionarda 10 kun yotib davolanib chiqqandi, o'zini statsionarda. O'sha bemorimizni qayta Holterini chiqish oldi ko'ramiz degan edik. Chunki birinchi marta bu bemorimizda yuraklarini Holter taqqanimizda yurakni notekis, yurakni to'xtatib qo'yadigan желудочка ekstrasistoliyasi 1121 ta chiqqan edi. 8 kun. 7-kuni Holter taqdimmi? 8-kuni taqdimmi, xolajon? 8-kun. 8-kuni taqdimmi? 8 kun ichida 0 ga yetgan. 1121 ta yurakni noto'g'ri urishidan asar ham qolmagan. Hozir sizlarga buni videoda ko'rsataman. Xo'p, buni qanday aylantirsam bo'lar ekan? Aylantirib bo'lmas ekan endi. Mana bunaqa qilaman. Siz ko'rinmaysiz. Samira bu. Mana Holterda yurakni oxirgi yuraklarni urishlari, yuragini urishlari. Holterda ko'rganimizni ko'rasizlarmi? Mana bu yerga e'tibor beringizlar. Mana bu raqam 0 bo'lib turibdi. Bu hozirgi rezultatlari. Yuraklarida bir tekis urish boshlangan. Bundan oldingisi, demak, birinchi martagi Holter taqqanlari. Holter taqqanlarda 14-iyulda 1120 ta bo'lgan va bularni yuragida 1120 ta narsa mana bunaqa yurakni urib ketishi bo'lgan. Ko'rasizlar, mana bunaqa urishdan ko'ra bu farqli urish. Endi bemorning o'zidan natijani eshitamiz. Nima bo'ldi endi? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Hormang doktor. Mana yotdim, davolandim. Kelgan paytimda shu davleniyam 180 bo'lardi, yuragim pulsim past urardi. Apparatlarda tekshirdik. Mana yotib lechini olganimda davleniyam 120 ga 80 bo'lib qoldi. Mana bir haftadan beri rosa yaxshiman. Pulslarim ko'tarildi. Yurak urishlarim norma bo'lib qoldi. Mazza qilib dam olib juda xursandman to'g'risida. Rahmat. O'sha kelganimda juda haligi vahimalik edi to'g'risi. Ancha ozib ham qoldingiz, yaxshi dam ozdim. Chunki haligi nima ovqatlar yedimda. Nonni umuman почти yemadim hisob nonda. Keyin parhez ovqatlar qaynatilgan, shu grechka, guruch, makaronni ham oz masalan. Keyin suyuqlik shularni vaqtida obed ertalab nonushtaga albatta mana kashalar yeyish kerak ekan, tvorog yeyish kerak ekan, mana qaynatilgan tuxum, mana 10 kun ichida shunaqa bo'ldimda o'zim ozganimda ham aytishyapti-da atrofdagilar, o'zim ham ixchamgina bo'lib qoldim. 92 kilo edim. Undan bir 5 kilo tashladim hisob. 5 kilocha yengilmanda hozir. Ancha yengillik bor, a? Azizlar, statsionarda mana o'zimni tartibim bo'yicha davolayman. O'zimni tartibim bo'yicha. Bir xil bemorlarga yoqmaydi, och qolib ketishadi yoki nimadir bo'ladi. Lekin bu kerak. Yurak qon tomiri uchun, tanamizni tozaligi uchun, очищение uchun bu narsa kerak. Hamda mana lechilanamiz ta'sirida bu bemorimizda nima bo'lgan? Qon bosimi 180 gacha ko'tarilardi, lekin o'zlari doim asabiylashganda ko'tariladi, ko'p ko'tarilmaydi degan edi. Yotqizganimizda ma'lum bo'ldi. Bularda o'zi tagida qon bosim ko'tarilish kasalliklari bor ekan. Chunki bularda наследственный shunaqa akalarda bo'lgan, otalarimizda bo'lgan, onalarimizda bo'lgan, наследственность bo'lgan, bularda ham o'sha gen saqlanib qolib, mana shu yoshga yetganda programmalashtirilgan o'sha davleniya oshadi deb turib. Mana yuragiga ham bergan u narsa. Allohga shukr, 10 kun yotib chiqdik. Ancha rezultat bor. O'zim ham xursand, bemor ham xursand. Rosa xursandman, rahmat. Sizga ham rahmat. Charchamaysiz. Mana shunaqa gaplar kuzatishda davom eting.